Bizga birinchi ota ham payg'ambar etib yuborilmish. Otamiz Adam, onamiz Havvodan olib, xodim salikasha bo'lib o'sgan barcha anbiya va mursalin iymon ahllarining ruhlariga bag'ishlaymiz. Ya Rabbana rahmating bilan qabullardan ayla, ruhlarini shod ayla. Bugungi g'ayib namoziga kelgan ba'zi bir sabablar bilan kela olmagan qardoshlarimizni her qaysimizdan duo umid etgan ota-onalarimiz, abi-bobolarimiz, irvoqiz qardoshlarimiz, duoga muhtoj bo'lgan, duo bilan boshlanadigan mu'mina va muslimat qardoshlarimizni ruhlarına bag'ishlaymiz. Ya Rabbana rahmating bilan qabullardan ayla, ruhlarni shod ayla, borgan o'rinlarini qabrlarini munavvar ayla. Dunyoda bo'lgan ko'pchilik va xatolardan g'afur va mag'firat ayla. Her qaysimiz tarafından duo umid etgan arvohlarımızdan ruhlarını suyundirib, bizga da ya Rabbana dunyoda kimchilik xatolarimizni g'afur ayla. İki dünya saodatini erishtirib turgan izgi ma'ishat nasib ayla. Her qaysimizni xavf, xatar, balo, qazo, qayg'u, hasratlardan saqlab, o'zingning rahmatingga iymon bilan qaytmishi bandalardan bo'lurga nasib et. Huzurunda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine erişirge nasip eyle. Kılgan barcha amellerimiz kabul bulsun. Kurban çalındırgan kardeşlerimizden çalgan kurbanların kabul eyle ya Rabbana. Hacılarımızdan kılgan hacıların ibadetlerini kabul eyle ya Rabbana. Müslüman kardeşlerimiz bizden meşriklerde koydağına ibadet kılsınlar, sena dua kılsınlar. Barcha kılgan dualarımızı ya Rabbana kabullardan eyle. İki dünya saadatini cümlemizge nasip eyle. Rabbana atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina